Salom obunachilar, sizlar bilan men Listaman. Bugun bizni qanday sarguzashtlar kutar ekan, buni bilib olish uchun videoni albatta oxirigacha ko'rib, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ungacha esa men Yakuzidan xabar olib kelishga boraman. Erta tungdan salom Yakuzi, nima ishlar, qalaysan? Yaxshimisan? Da zo'r. Sabzi ertalabdan yeb bo'lam. Xullas, nima ishlar qilyapsan ertalabdan? Darlarimni ishini qilayotgandim. Xullas esa bir ish bor edi. Men internetdan yangi uy sotib olgandim. O'shani bir ko'rib kelmaymizmi? Mayli. Hozirmi? Ha, Madeira House deb qo'yibdi. Xo'p, mayli, boramiz. Basseynlari bor, juda katta, dachaga o'xshash uyni ko'rsatib qo'yibdi. Nima olgandi u uyni o'zi? Nima sababdan? Bilmadim, juda arzon ekan. Atigi $180 ga berib yubordi. Puli bormidi? Pulim ko'p. Xo'p. Lokatsiyasi bormi telefoningda? Ha, hozir shu ishlarni qilib olay boramiz. Xo'p, mayli. Yaqindami, uzoqdami? Qancha? Bilmadim, lokatsiyani tayyorladi. Uzoqroq. Botqoqdan ustadi. Aniq kvartirdami? Madira degani. Ha, Madira. Basseynlar bor ekanmi? Bilyard dachaga o'xshagan. Bilyard xonalari deganda. Unda ketdik bo'lmasa. Ketdikmi? Davay. Lokatsiyaga qarab Xullas, kanalimga ko'p videolar olyapsanmi? Ha, olib turibman endi. Harakat. Endi men ham kanalimga videolar olishni boshlayapman. Mayli, boshlaver. Obunachilaringga aytib qo'y, obuna bo'lib. Ha, albatta silkasini o'sha shu videoni kanal tagida qoldiraman, kommentariyada albatta qoldiraman. Xohlasangiz Yakuziga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Endi Yakuzi hali yangida. Yo, eski dio, просто video qo'ymay turadi. Просто 1 yil video qo'ymadim. Albatta qo'llab-quvvatlab tursanglar, cho'tki videochalar chiqarib beraman. Endi meni kanalimda faqat Minecraft emas, Free Fire talqinida ham videolar chiqadi. Har xil videolar chiqadi. Albatta ko'rib, podishka qilib qo'yamiz. Jigari. Shu ana o'y bo'lmasin-da. U kulba shuni yo'lda turib. Просто yo'l o'rtasida. Balki Almos kampir uydir. Chunki men u rasmda juda boshqacha edi. Lokatsiya shu yerda ko'rsatyapti. Aniqmi? Ha, aniq. Sal astroq yur. Shoshma, uncha shoshasan. Kecha birga boramiz. Birla. Zo'rg'on rasm qo'yibdi-da, men qo'ydi. Voy. Nima bo'ldi? Nima edi bu? Mevada joningiz ketyaptimi? Yo'q, urding. Hali bu uyga kirmas turib shunday qo'rqinchli narsa paydo bo'lsa, oxiriga nimalar bo'lib ketadi? Yangi uy-ku. Yangi uy ekan, uni qurishimiz qo'yildi axsham. Kamin lekin qoraning. Anoni ko'rdingmi? Yo'q, men ko'rmadim. Mashinasini ustida turganda. Yo'q, ko'rmadim, really. Nima ovqat yeysan, Yakuzi? Nima ovqat yeysan? Menmi o'zim topib yeyveraman. Hop, mayli, men sho'rva ichaman va sho'rvani orqasidan pechene yeyman. Qani boshladim. Nimadir sindimi? Nimani sindirding, Yakuzi? Halakat sindirganim yo'q. Halakat. Yo'q, hech narsa sinmadi. Mana u tuvakcha sinmadimi? Yo'q, bu butun. Daladan keldi ovoz. Daladan, ha, yomg'ir qo'yib yubordimi? Yomg'ir. Voy, qayerdan seni anti chaqmoq chaqdi. Ko'pil chaqmoqni chaqibdi. Ko'rdingmi? Mana charoqlar bo'nib ketdi. Qo'rqim bo'ldi. Uncha ko'pil charoq chaqibdi. Umuman yonib ketmasa bo'lib turishga. O'zimizdan yonib ketadi. Yig'ishdan qo'rqganda bu kvartizdan emas. Ha, Yakuzi? Meni aldabsan-da kvartizda. Yo'q, rasmda boshqacha edi hozir kelganimizda. Bu telefon bizga nimadir urindi. Xullas, men ovqatchamni yeb olay. Bir pas jim turib. Ma, kosachani olib qo'y joyiga. Ha, o'sha yerda olib qo'y, yaqinkisan. Ha, bu yerda g'alati bloklar, shamlar g'alati yo'q. G'alati yo'q. Sindirib ko'ramiz. Nima bor ekan? Podval, podval shekilli. Tush. Yo'q, podvalga o'xshamaydi-ku. Xo'p, nimalar bor ekan? Bitta qamoqxona.
narsalar, qamoqxonada, qamoqxonalar. Bu yerda. Bu ochsang o'ynaysang. Yo. Qamab qo'yaman. Ochaman. Bu yerda. Odamni bu suyaklar-ku. Nechta like yig'ishni xohlaysan shu video? 100 ta like. Ha, mayli. Padishkadamsan? Ha, patishkadaman. Lekin dahshat ichlari dahshat bezatilgan ekanman. Ayniqsa mana bu bosh suyak skeletlari bular. Lista eshik o'z-o'zidan yopilib qoldi. Qanisan? Men yo'qadim, men ochmayman. Anamni allamabsanmi? O'zi yo'qadim, hazil qilib. Men qanaqasi yo'q kirib ketaman. Men yo'qadim yo'q. Qani. Anavmi? Ko'rdim. Mayda u? Boyangimi? Boya birinchi kirgan paytimiz. O'z politsiyaga xabar berish kerak chunki bu yerda tushib turing basga men sindirib olay. Chiqib bo'lmayapti. Bu yerda odamlar Ha? kelganimizda bu narsa yo'q edi shekilli. Bularmi? Yo'q edi. Eshik yopsingan. Eshik singan. Mayda bor ekan. Qo'yib qo'yamiz. Rusdan nima? Kim qildi? Boyagi narsa lekin meni juda ham shubhalantiribdi-da. Shu narsa jo'niga qatnab ketdi. Ular sindir unda yig'ishtir mana ular. Qani? Anavmi? Yo'q bo'lib qoldi yana. Yana yo'q bo'lib qoldi. Ha, ko'zingga tushirsan. Shokda qolib ketding-chi, ovqatda yeb qolding. Eshikni yopib qo'yma, men kiray. Shay qo'rqitdim. Suv bor ekan, suvchi bor. Chiqmanglar ekan. Qani suv bo'ladi. Shay, o'zi bir kun deganimiz biza qancha paytga qolib ketdik ekan. Kech bo'lyapti. Mana uni uzib ketibdi. Kech bo'lyapti. Ketamizmi yoki qolamizmi? Ko'zing nima qilamiz? Mana shamlarni o'chirib qo'ydik. Jajalga ham yo'q aslida olganda. Uy juda qorong'u ekan. Ota ko'mir bor ekan. Ha, uy juda ham qorong'u bezatilgan. Qani? Seni aldashibdi-da, do'stlashib. Uy meniki yo'qollaring. Men buni kechagina pulga sotib olganman men bu uyni. Bu sening men bo'lish kerak. Tomni ustida turgan-ku. Bilmem, boyangi qoch. Kirabdi. Ye. Qoch. Yo'q bo'lib qoldi. Qanaqasi? Quvladi, keyin yo'q bo'lib qoldi. Aniq, hamma ko'rdi buni. Hammasi nima uni ishi. Tepaga turibdi. Qani. Yo'q bo'lib qoldim yana. Ha. Tez yo'q bo'lib qolibdi. Demak, bu arvoh 100%. Ana, qoch. Qani? Ana, qoch. Yo'q-ku. Bor edi-ku. Hozir orqamizdan paydo bo'lmasin. Eshik uzundan sinyapti. Shokda qolib ketding-chi? Yo'y. Qoch. Ko'zim menimcha tashlanadi u. Tashlanadi. Eshikni oldida turib olgan-ku. Ha, yo'qoldi. Menimcha hozir kech bo'lmasdan. Bezovta o'chog'i, kech bo'lmasdan. Chiq. Ye. Qoch. Ketdi. Yey. Nima men tezib ketdi? Yurgani uchib ketdi-da. Qishloqqa borish kerak sizlar. Bo'ldi. Qishloq lokatsiyasi bormi? Ha, bor telefon. Bo'ldi, davay, tez. Buni aniq politsiyachilarga nima xabar qilish kerak, bu juda ham bir noma'lum narsa. Bu joyda paydo bo'ladimi? Nima bo'lib? Qoch. Qani qishloqda, qaysi tomonda? Shuni qara. Yo, yaqin borma. Yaqin borma. Suvda tashlanish oson bo'ladi unga. Qoch, ko'zi qoch. Ay, yomg'ir ham yog'in qo'ydi. Tez bo'lmasa bo'lmaydi qishloqqa. Tez bo'lish kerak. Bizlar menimcha qishloq bo'guncha taqib qiladi. Bezovta ruhga o'xshayapti. Menimcha uy meniki deyapti, uy avval uniki bo'lib
biron bir baxtsiz hodisa yuz bergan bo'lsa kerak a. Men shunday deb o'ylayapman. Men ham shunday deb o'ylayapman. Bezovta uni ranjitib, uni norozi qilib olingan uy bo'lsa kerak bu. Ha, shu. Mana qishloqqa ham kelib qoldik. Hozir mana borib olay, asro yur. O'zi juda ham qo'rqqanda oyoqlarim ishlamay qoldi. Asta yurib qoldim. Bo'ldi ketdi. Qishloqqacha kelmasa bo'ldi. Yo'q, qishloqqacha kelmaydi. Hozir politsiyaga xabar berish Tez qishloqqa borib, politsiyaga xabar berib, uyimizga kirib olishimiz kerak. Bir kun hazm qilsak ham bu voqealarni. Yo'q, Sir bo'lib qolgan. Men o'qada ham ko'rindi. Ha, ko'rindi. Yo'q qoldi. Yana ko'rindi. Mana yo'q bo'lib qolyapti. Aytdim-ku, ancha paytgacha ta'qib qiladi deb. Hozir men politsiyaga telefon qilaman. Mayli, mana shu turib turaman. Telefon 911. Telefonim ham ishlamayapti. Men signal yo'q. Men batareyasi. Ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Mana telefonim ishlamayapti, o'zing qilchi. Zartkasi tugagan, svita o'chgan. Qani, ko'raychi. Albatta. Yo'y, kir uyga, kir. Assalomu alaykum, Renkam aka, yaxshimisiz? Yaxshi, ishlaring yaxshimi? Ha, dam olib yuribsizmi ishingizni qilib? Ha, o'zi ish ham yo'q. Ha, xullas bilasiz, men sizga avval taklif berganman. O'sha haqida o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim, lekin meni ham to'g'ri tushuning. Men bu uy axir meni bobomdan qolgan. Hoy, men juda ko'p pul beraman deyapman. Agar xohlasangiz sizga 10 talab uy qurib beraman. Yo'q, menga pul kerak emas. Men bu uyda yoshligimni, bolaligimni o'tkazdim axir. Hoy, esini yegan qariya, rozi bo'lsang-chi axir. Yo'q, hech Unda qachon rozi bo'lmayman bunday. Pichoq. Nima qilmoqchisan? Hoy, bitta telefon qilaman, chiqib ket uyimdan. Qol. mana bo'lmasa, axir bu uyning tagida milliardlab dollarlik olmoslar bor.